Assalomu alaykum, hurmatli podpischilar, hurmatli vatandoshlar. Men Surxondaryo viloyati Uzun tumani Xursand Dazir qishlog'ida yashayman. Bu murojaatim Shavkat Mirziyoyev Miromonovichga Xalq ta'lim vazirligiga. Bu umumiy Uzun tumani Xursand Dazir qishlog'i 31-umumiy o'rta ta'lim maktabining hozirgi kunda 48 ta domlalar 48 ta domlalar dars o'tadi. O'zi aslida bir xillarining yo'nalishi bo'lak. Umumiy yo'nalish bo'lak. Lekin o'sha dars jarayoniga ham, masalan, 1-sinfdan qanchalik ilm bersa yoshlarga, shunchalik ong rivojlangan sayin bilim miyasiga singib boraveradi. Hozirgi kunda bu murojaatim 31-maktabning 48 ta domlasi bor, 48 ta. 4 tasi vodiydan kelgan, 3 tasi, bittasi Qumqo'rg'on rayonidan kelgan, 2 tasi Sho'rchi rayonidan kelgan. Bu Sho'rchi rayonidan kelganlar ham 2024, 25, mana 25ning 1-sentyabrdan boshlab darsga kelgani yo'q. Bir xil turmushga chiqib ketdi, bir xil Rossiyaga ketdi. Lekin bular na bir arzasini qabul qilyapti. Masalan, bu uzoq rayondan keluvchilarda bular dars beruvchi ustozlar, endi bunday aytganda. Bular 30 milliondan har biri 30 milliondan pul olgan. Davlat bilan shartnoma qilib shu yoshlarga bilim beramiz. Biz mana shu Dazira maktabini, 31-maktabini botqoqlikdan olib chiqib ketamiz deb o'sha shartnoma qilib bu 30 milliondan olgan bular. Lekin birantasi dars jarayoniga qatnashgani yo'q. Hozirgi kunda masalan 31-maktabga kelib, shu masalan o'shalardan ilmiy, nazariy o'qituvchilardan masalan bu yerda qanaqadir bosimlar bo'layaptimi? Masalan, shu yerda rahbar bor, mana direktor, direktorning o'rinbosari bor. O'shalardan so'rab, masalan, kelib, masalan, nechta ma'lum o'tyapti, o'shani tekshirib berib, mutaxassisliging nimada, sen darsni qanaqa o'tyapsan, yoshlarga qanaqa ilm beryapsan, ta'lim beryapsan degan odam yo'q hozirgi kunda. O'shaning uchun ilmiy xalq ta'lim vazirligidan ham iltimos qilib so'raymiz. O'shani Toshkentdan keladimi, Surxondaryo viloyatidan keladimi, Termizdan. O'shani har bir mutaxassisni, o'sha domlalarni nazariy imtihondan olib, shu masalan maktab jarayonida bir xillar Tojikistonda o'qib kelyapti, sirazi O'zbekistonga perevod qilyapti. Ikkinchi, uchinchi kursdan o'zi dars beryapti. O'zi olmagan bilimni yoshlarga qanaqa beradi? Ertan bizning yoshlar, mana prezident buvamiz ham qayta aytyapti. Bilimni yoshlikdan berish kerak. Ular ulg'aygan sayin miyasi qotib boradi. Miya yoshlikda bo'sh bo'ladi. O'shani evaziga bu sizlardan yana bir bora iltimos qilaman. 31-maktabda kelib nazariy o'sha dars jarayonida bo'layotgan voqealarni, sening mutaxassisliging nimada, sening mutaxassisliging nimada? Bu yoshlar ertan kelajak, bu yoshlar. Bu O'zbekistonga ertan bu nima desa bo'ladi? Bir kerakli, bir O'zbekistonga bir foyda, naf, ertaniga naf deyadigan bir yaxshi mutaxassis, yetakchi bo'lib yetishishni masalan biz ham xohlaymiz. Lekin bu domlalar dars bera olmasa kimdan so'raymiz? Biz kimga murojaat qilishimiz kerak? Bu yerda yoshlarning masalan 500 emas, bir 1000 dan oshiq bu yerda o'quvchi bor, yosh bolalar. Har bir sinfda 30 tadan bola bor. 30 ta bolani 90 ta bola. O'shani 1-sinfdan talaba anosini dars jarayonini
masalan o'rgatib, masalan shunday borganimda ham ular dast berolmaydi. Dast berolmaydi. Bolalar ko'chada chopib yuribdi stadionda to'p tepib. Ular o'yinga beriladi. Yosh bola ular. Ularni ilmga qiziqtirib, miyasiga singdirib, mana yangi O'zbekistonga bir manfaati tegadigan, ertan bir mutaxassisligi bo'lish kerak bularning. Qachongacha biz Rossiyaga borib ishlaymiz? Mana O'zbekistonda mana hamma domlalarga oylik beryapti. Masalan, bu yerda как bitta mafiya bo'lib olganda hozir. Mafiya bo'lib olgan. O'zining mutaxassisligi yo'q bu yerda. Shu o'rta ta'lim bo'lib Tojikistondan perevod qilib notarar. Mana notarar bir tashkilotdan shunday ko'chirib perevod qilib bu yerga kelib dars beryapti. Lekin u o'zida yo'q bilimni yoshlarga qanaqa beradi? Hozirgi kunda masalan bular halam zamat kattalar. Mana birinchi sinf 3 yil ko'z yumsak 3-sinf bo'ladi. 5 yil ko'z yumsak 5-sinf bo'ladi. O'sha bular voyagat yoshiga yetadi. O'sha mana 1-sinf 0 oydan ta'limni yaxshi bersak yoshlarga, mana shu domlalarni bir sal qiziqtirib, ertan masalan o'zimizga mutaxassislar kerak. Lekin bu yerda ingliz tili bo'lmasa, rus tili bo'lmasa, hammasi oylik olib yotgan bo'lsa, bu yerda fizikani yaxshi o'tadigan mutaxassis bo'lmasa. Lekin masalan Surxondaryo viloyatida masalan boshqa davlat boshqa maktablar bor. Ular qizilda emas ular. Ular yaxshi. Bundan 5 yil, 6 yil oldin biz yaxshi edik. 31-maktab juda yaxshi edi. 4 yil, 5 yilning orqasiga qizilga tushib qolyapmiz. Botqoqqa botyapmiz. Bu yoshlarga biz ilm bera olmasa, bu domlalar o'zining miyasida yo'qda qanaqa beradi bu ilmni? Ertan bu yoshlar kimning qo'lida? Yoshlarning qo'lida. Biz masalan, men o'zim 36 da bo'ldim. Bu yoshlarga ilm bermasa, ertan bular qanaqa mutaxassis bo'ladi? O'zining bir oilani qanaqa boqadi? Bilimi yo'qdi, hech yerda qadrlamaydi. Bilimi bor, hamma yerda qadrlanadi. Hozirdan biz bularning shu 31-maktabning bularning hozirdan masalan tarbiyasiga biz befarq bo'lsak, ertan bizdan nima odam chiqadi, nima mutaxassisligi bo'ladi bularning? Ya Rossiyaga borib ishlab kelaveradimi? Shuning uchun Xalq ta'lim vazirligidan iltimos qilib so'rayman yana bir bora. Mana shu 31-Uzun tumani 31-Uzun tumani Xursand Azra qishlog'ida 31-maktabda imonni tepadan kelib har bir domla bilan nazariy shu imtihonlarni qilib mana shu yerda vaziyatda kelib o'rgansin. Masalan, dars jarayonlarida ham ozgina kalta videolar bor. Masalan, dars o'talmayapti. Uni hamma biladi, uni oshkora ul. Masalan, ertanikin bu yoshlarga hozirdan bilim beraylik. Ertan qiynalib qolmaylik. Bilim prezident buvomiz ham aytadi. Bilim yoshlikdan miyasiga masalan shu ustozlari, boshqasi o'sha bolalarni jalb qilib dars jarayonini yaxshi o'tsa, bolalar ilmga qiziqadi. Bolalarga yangi g'oya bersin. Ular g'oyani bilmaydi, o'zining kallasida yo'q. Qanaqa o'quvchilarga beradi? Domlalarning kallasida bo'lmasa bir fikr, o'zining mutaxassisligi bo'lmasa, nimani beradi? Mana 48 ta domlalar mana vodiydan 5 kishi dars o'tadi, bo'ldi. Boshqa u yoqdan bu yoqdan o'rta maxsus kelgan. Bu yerda как bitta mafiya egallab olgan. Maktabda mafiya egallab olgan. Oilaviy o'zlari boshqarib yotdi. Mayli. Hammasi bo'ladi, lekin bu yerda men ko'z yumsam, yana boshqasi ko'z yumsa, bu dars jarayonini kimdir o'tish kerak. Chiroyli dars berish kerak. Hozir shunday kelib domladan so'rasin, nazariy imtihonda shunday so'rasin, o'sha domla o'zi javob bermaydi. Berolmaydi ham. Uning miyasida yo'q, kallasida bir fikr yo'q, o'zining mutaxassisligi yo'q. U qanaqa dars beradi ertani kun?
O'zbekistonga yaxshi mutaxassis masalan mutaxassisligi bo'lsa yoshlar o'qisa mutaxassisligi bo'ladi. Hozirdan o'qimasa mutaxassisligi bo'lmaydi. Ertaga hammamiz mardikor bo'lishimiz kerakda. Bu maktab ilm oladigan joy. Bir yerga bitta mafiya boshqaradigan joy emas bu. O'shaning uchun Shavkat Mirziyoyev Miromonovichga iltimos qilamiz. O'zingiz tepamizda bosh bo'lib turing hamisha. Xalq ta'lim vazirligidan iltimos qilamiz, shu yerdan nazariy imtihon olsin kelib domlalardan. Dars jarayoniga kelmaydi. Dars jarayoni kelmaydi-da, oylik oladi. Nimaning evaziga? Yoshlarning evaziga, shu bola chaqa mayda o'quvchilarning evaziga. Lekin o'quvchiga dars berish kerak. Dars berish kerak. Miyasiga quyish kerak bir narsani. Ular ertan nimani o'rganib kelyapsan desa, o'lim bor mol vaqtiydimi? Biz yangi O'zbekistonda yashayapmiz. Bu qanaqa men ko'z yumsam, yana boshqa ko'z yumsa, bu ertan O'zbekistonda bundaqada kadrlar yo'q. O'zi 31-maktab o'zi botqoqlikka botib yotdi. Hammasi ota-onalar borib dinoga qo'yadi, sho'rchiga qo'yadi, repeterga. O'shanga ham 500 mingdan pul to'laydi. Yo'l puli bor. Masalan, uydan ketadi. Yana 3 yil, maktabdan keyin ham 3 yil, 4 yil tayyorlanadi. Unda ham tayyorlanib o'qishga kirsa mayli. Lekin bu yerda yoshlar kichikligidan, birinchi sinf 0 oyligidan mutaxassisligini kallasiga singdirsa, domlalar lekin kallasida yo'q-da, o'zida yo'q. Yoshlarga qanaqa beradi ilmni? Hozirgi kunda. Bu yoshlarga masalan mutaxassisligi bo'lish kerak bu. Boshlang'ichdan o'sha ta'lim boshidan deydi. Ta'limni boshidan bermasa, keyin singdirib bo'lmaydi. O'shaning uchun Xalq ta'lim vazirligidan iltimos qilamiz. Mana shu Surxondaryo viloyati Uzun tumani Xursand Azar qishlog'ida mana shu yerga haqqani kelib nazariy imtihon olsin. O'sha bilimini sinasin domlalarning. Sening mutaxassisliging nimada deb so'rab, o'shani bizga oydinlik kiritib, yaxshi mutaxassis qo'yib berishingizni so'raymiz bu. 31-maktab bu botqoqqa botib ketdi. 5 yil oldin yaxshi edi. Hozirgi kunda 0.